Pishmagan bo'lsa ham bosib yuboradi Jamshid degan. Proyektni boshlashdan oldin qo'rquvdik. Mana Traus yergacha mana 1 metr qolgan tegishiga. Inshaalloh. Xalqimiz oldida yuzimizni yorib turib, Nimaga u narsa deb qo'yadi? mana jonimizni qashali boshlandi. Yo'q, gapiravering, eshitib. Inshaalloh xalqimiz oldida yuzimizni yorib turib, asha imoratni bitirib, Xudo xolisa yorimizni ukamizni o'yli joyga qilib ketamiz. Xalq birlashaylik. Xudo xolisa hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh men Jasurgan bor ustamiz. Yonimda qassonlayman. Odat beramiz. Shunchalik o'z ishlarini tashlab Ko'rganlar sizni usta deb o'yladi, hamma. xalq xizmatiga kelib yuribdi. Boriga shukrlar, boylarga shukrlar ham. Videoda ana opani orqasidagi hojatxonami degan insonlarga kommentariyada bu hojatxona emas, bu baniya. Mana shu sharoitda gapirishga ilojiz. Hali hisob kitobimizda menga qarating ham, mana shu joyidan uzmasdan qarating. Hozir hisob kitobimizda baniya yo'q. Baniyani aytilmadi, lekin bu sharoitda bir inson yashashini xohlamaymiz. Cho'tki qilib baniyasini ham joyiga keltirib, yaxshi sharoit qilib ketishimiz kerak azizlar. Araba bormi uning ichida? Mana odamlar biz kutgandan katta rezultatlar bo'lib ketyapti. Aravaga odam o'zi sekin-sekin kirashyapti bir-biriga. Mana Traus video boshida ham ko'rsatuvdim. Mana egilgan edi. Yergacha mana 1 metr qolgan tegishiga. Bolachalarning bo'yi 1 metrdan katta. 1.20, 1.15 hamma shu turkiga tegish mumkin. Juda xavfli bo'lib qolgan. Yerda hojatxonasi ekan. Mana mana shu uyi общий ko'rinishi. Xudo xohlasa bu videoni biz solishtiramiz. Bu proyektni boshlashdan oldin qo'rquvdik. Chunki juda katta mas'uliyat kerak. Kimdir ishontirib qo'yib, bizni o'sha ishni qila olamizmi? Agar qila olmasak, unga kim javob beradi degan savollar bo'lgan ichimizda, lekin tavakkalliga boshladik. Xudoning o'zi qo'lladi bizani. Avvalambor Xudo, Alloh sizlarni yordaminglar bilan o'zi bizni shu proyektni boshladik. Hammaga rahmat. Hozir yana ozgina kamchiliklari bor. Kamchiliklarni to'ldirish uchun yo bo'lmasa kimdir bilan homiy bo'lib bersam degan odamlarga karta nomerlarini chiqarib qo'yamiz. O'sha karta nomerlariga bemalol summani 1000 so'm bo'lsa, 5000 bo'lsa, 5000 tashlashi mumkin. Parkat xalqi shunchalik yordam beryaptilar. Sizlarning orqanglardan bular ham hammasi menga bergan xayr-ehsoninglar bilan birinchi chiqazgan videomizni ko'rib odamlarning o'zi yozishni boshladi. Biza
man misol uchun elektr ishlarini qilib beraman qo'limdan kelgancha, kimdir man sement beraman, kimdir sheben, semon uchun sheben tashlab beraman, kimdir tosh tashlab beraman dedi. Mana shu ko'rib turgan toshlarni shunga o'xshagan odamni o'zi sekin bizga aloqaga chiqib, o'zi ko'ngildan chiqadi. Shu ehsonni qilyapti. Sizlarga ham shu narsani aytib o'taman. Qo'lingizdan kelgancha aloqaga chiqsanglar, shu narsa yo'q, ozgina shu narsadan kamchiligimiz bor deb sizlarga aytib o'tamiz. Yo bo'lmasa o'zinglar aloqaga chiqinglar, men shu ishni qilib beraman, men qo'limdan shu ish keladi, shu ishni men bitirib beraman desanglar, xudo xohlasa sizlar uchun ham biz uchun ham yaxshi. Mana yangi sifatga mana bitta chelak, yangi mana bitta hozir ko'rdinglar arava keldi. Mana bitta semon bergan ular fabrikada. Qaroqda Kiramiz keyin. Tushuntiraymi hasharga? Alaykum assalom. To'g'ri borib qaytamiz. Tushuntiraymi agar kiymasalaring yotqizib olib anjumani qilaman, yo'lda tushirsan. Tushuntiray? Anjumani qilasanlar. Ha? Tanimaysanlarmi? Ha, bo'pti. Tez kellang. Simon bo'ladi. Buni yana turpoq kesib olib ketdik, bir tiy qilgan ishimiz. Xalq bular deydi, ko'z bo'ymachi deb deydi. Chiroyli kesib ishimiz, arasidan simonlar tushsa, inshaalloh fundament baquvvat bo'ladi. Aytadi-ku, fundamenti baquvvat, yurt sog'lom bo'ladi. Baquvvat bo'lish kerak bundan. Nima qiladi? Bag'rdan yetib qo'yadi. Ayollar qo'yadi-da. Ularga chiroyli chiqmaydi-mi? Bidan yetibani uyni qilganda hayvon bo'lsa, chiroyli turadi-mi? Oyna bo'ladi. Siz o'ynay jahonni kuzatsin ular, aka qattaligingiz o'ynay jahondan topadi endi.
yaxshiroq qilib kelsangiz bo'ladi. Onu koşu tarafta olur mu? Kimimiz keldi ona, kimisi. Shunchalik keldi. Shunchalik